Endi darsga qaytamiz. Ikkinchi darsimizda ya'ni filmlarni chaqqandan keyin sartarosh o'zimizni yaxshi his qilishimiz uchun nima ish qilishimiz kerak? Yaxshi his qilishimiz uchun ota-onamiz bilan yaxshi gaplashib chiqqandan keyin sartaroshga murojaat qilib ustozga o'tirsak, albatta u shunaqa holatga keltirib qo'yadi. Ya'ni o'zimizniki narxi qimmat emas, arzon emas bo'lgan formani har qanday kiysak xuddi generallardagi yurgandagi yuramiz va shunaqa his qilamiz. Ko'pchilikni ko'rasizlar, teskari tomoni bo'lsa ko'pchilik qimmat sartaroshga borishadida, lekin bemalol o'tira olmadingiz deb murojaat qilib qaytishadi. Yo'q, bemalol o'tirish uchun shunaqa uyda choy ichib ota-onamiz bilan o'tirib duo olib borgan hamma shaxs fuqarolar esa 100% qo'limizdan o'tgan, 100% klientlari bo'lgan shaxs fuqarolar hech qachon nasriy nabzani buzib ketmagan va oilangiz la'nat bo'lsin degan so'zlarni eshitib ketmagan va oilang qanaqa oilada turasizlar degan murojaatni ko'p eshitgan. Ya'ni ota-onang qaysi turli shaxs fuqaroga kiradi deganda va ko'plar o'zbek shaxs fuqarolarga kiradi deb eshitganmiz. Shuning uchun ko'pchilik klientlar hali so'rashadi, hali u yog'ini ham ko'rsatib o'tamiz reklamalarimizda. Havasini bizlarniki просто yuridik reklama bo'lganligi shaxs fuqarolarni kundaligiga qarab ishlamoqmiz. Undan oldingi reklamalarimizda ko'rsatganmiz. Kimni qanaqa uylari bor, hammasi nima uchun qiladi, nima uchun yashaydi deganimizda undagi kundalik reklamadagi shaxs fuqarolar to'g'ri gapirganlar bo'lgan. Psixologik tomondan sinaganimizda voy nima qilasan, sangami degan murojaatni ham aytishdi. U reklamalar esa $100,000 bo'lgan mashinasi bo'lgan shaxs fuqarolarni ko'rishga muyassar bo'ldik va undagi bitta shaxs fuqarosi to'g'risini aytib qo'yamiz, $100,000 emas, $10,000 mashinasi bo'lgan shaxs fuqarolar yoqdi. $100,000 bo'lgan mashinasi bo'lgan shaxs fuqarolar esa hattoki dunyoga ota-onasini ham alishib yuborgan bo'lib chiqdi. Shuning uchun shaxs fuqarolarga o'rgatishdan maqsadimiz biza ko'proq dunyodan foydalanamiz. Dunyo deganda nimani tushunamiz? Dunyo, kelajak deganda ko'proq hamma o'ylaydiki, dunyo qurish deganda o'ziga mahalla yoki o'ziga O'zbekiston qurish emas, balki dunyo deganda $100,000 mashina olish emas, balki o'sha $10,000 uy olib yoki $15,000 o'sha xotin bola chaqalarimiz bilan yakka oilada mana qilib yashab qo'ysak, o'sha 4-5 yil mana o'sha sizni shaxs fuqarolar duo qiladi va keyingi martabalarga ochiladi. O'sha dunyo hisoblanadi, ya'ni dunyodan qaytarish hisoblanadi. Shuning uchun shaxs fuqaroni fikrimizga to'liq bo'lgan paytda tashqari holatlarga chiqaylik va ko'chalarda yuraylik. Ana o'shanda eski dushmanlarimiz qolib ketgan bo'lsa ham orqamizdan yuradigan hududidan yugurib ketadi. Hech kimga murojaat qilmasdan ana o'sha Xudo asragan hisoblanadi.